Assalomu alaykum hammaga Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Video juda ham qiziq bo'ladi. Xo'p, bugungi konkurs navbati o'rtoq Telegram kanalida. Tez Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, uje konkurs Telegram kanalimizga joylangan. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar Special Money Telegram kanalimizning nomi. Xo'p, teparoqqa chiqsanglar o'rtoqlar, mana bugungi video uchun deb men rozыгрыш tashlab qo'yganman. Uje 29 odam qatnashgan ekan. Davayta o'rtoqlar, hali joylar ko'p, bemalol o'tib qatnashishlaring mumkin bo'ladi. Kanalga o'tib qo'yinglar o'rtoqlar, 355 ta obunachi yig'ib qo'ydik. Davayta o'rtoqlar, shu videoda turistda qo'yilib, podishka qilasizlar degan umiddaman jigarlarim. Xo'p, kanal silkasi aytganimdek video opsiyasida va закрепленный kommentariyasida bo'ladi. Xo'p, jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda o'rtoqlar aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Hozirlarga bu saytda qanday qilib pul ushlashni to'liq qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin saytning ro'yxatini o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi registr degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Mana bu bo'limlarni to'ldirib chiqasizlar va mana bu yerdagi registr degan tugmani ustiga bosib qo'ysanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar o'rtoqlar. Men hozir o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab boramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga qanday qilib pul ushlashni hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu yerda 4 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim главный bo'limi, bu saytning главный oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda o'rtoqlar kaltsiy va achinka bo'lim mavjud. Ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar saytda mana bu VIPlarni sotib olib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin bo'ladi. Eng arzon VIPning narxi $15 turar ekan va bizga har kuni 16% dan dohod olib kelib turar ekan o'rtoqlar. Bu yerda VIP 2 bor. VIP 2 ning narxi $50 turar ekan va bizga har kuni 16% dan dohod olib kelib turar ekan o'rtoqlar. Qolgan VIPlar bilan o'zlaringiz tanishib olasizlar. Bizani hozir o'rtoqlar VIP birimiz ochiq va biz har kuni VIP birdan 16% dohod olamiz o'rtoqlar. Bu qancha bo'ladi hozirlar bilan ko'rib olamiz. Xo'p, qaysi VIPni ochgan bo'lsangiz tepada ko'rinib turadi. Bu yerdan Nachat kaltsiy va achinka degan tugmani ustiga shunday bosamiz. Uje mana o'rtoqlar bizda zadaniya bajarishni boshladi. Ozroq kutib turamiz. Bizga hozir kunlik daromadimizni chiqarib beradi. Xo'p, mana o'rtoqlar, biz har kuni saytdan $2.40 pul ishlar ekanmiz o'rtoqlar. Ikkitani bosamiz, xuddi shunaqa qilib VIPlarni ochib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin. Bu yerda o'rtoqlar Druziya bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda mine degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Bu yerda o'rtoqlar общий daromadlaringni bemalol ko'rib borsalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda pastroqqa tushsanglar, bu yerda detail, передача, новости, центр безопасности, xo'p, bu yerda общий problema va sayt haqida ma'lumotlarni chiqarib qo'yibdi. Vhod, buni hamma biladi, bu akkauntdan chiqib ketish hisoblanadi. Xo'p, endi yana doma bo'limiga qaytamiz. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Birinchi kelib pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarish uchun bu yerdan Atvis degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar faqatgina web 20 ga pul yechib olsanglar bo'ladi. Diapazon limit vod sredstva degan joyiga $2.40 kiritamiz. Adres Vivod degan joyiga o'rtoqlar web 20 adresimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bergan kiritib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasdiqlashingiz kerak. Men hozir o'zimning parolimni kiritib olaman. Men o'zimning parolimni kiritib bo'ldim. Sayt orqali chanaqa komissiya olmar ekan. Minimalka pul chiqarish $2. Xo'p, bu yerdan подтвердить degan tugmani ustiga shunday bosib qo'yamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, mana вывести успех. Teparoqqa qarasanglar, mana summa для обработки ga tushdi. Endi sizlar bilan saytga pul kiritishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Pul kiritish uchun bu yerdan перезарядка degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Bizda o'rtoqlar BNB, TRX, TRS20, Web20 USDT yo'nalishlari mavjud. Hamma yo'nalish men uchun qulay o'rtoqlar. Bu yerda men Web20 ni ustiga bosib qoldiraman. Xohlasanglar o'rtoqlar mana buni skaner qilib tashlashimiz mumkin. Xohlasanglar mana bu
adresga pul tashlashimiz mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa, mana shu saytdagi sizning shaxsiy hamyoningiz hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, pul tashlab bo'lgandan so'ng saytga qaytib, mana bu yerdagi "Пополнение завершен" degan tugma ustiga bosib qo'ysanglar bo'ldi. Uzog'i mana bu yerda yozib qo'yibdi. Счет примерно через 3 minut после пополнения, ya'ni 3 minut ichida tashlagan pullaring saytdagi hamyonlaringga, ya'ni mana shu hamyonga yetib keladi o'rtoqlar. Mana уже bizning pullarimiz Bitget hamyonimizga yetib keldi. Xo'p, hozirgi video oxirroqda cheklarni ham ko'rsatib o'taman. Menimcha o'rtoqlar, pul tashlash juda ham oddiy. Sizlar Binance, Bitget, Payeer xohlagan hamyonlardan bemalol to'ldirsanglar bo'ladi. Endi o'rtoqlar, teparoqqa qarasanglar, app bo'limi mavjud, ya'ni saytning o'zini programmasi ham mavjud. Bemalol programmasini yuklab olsanglar bo'ladi. Bu yerda уведомления, bu yerda ruscha tilni o'zgartirsanglar bo'ladi. Xo'p, menimcha o'rtoqlar, hamma bo'limni tanishtirib o'tdim. Endi mana bu уведомление ustiga bosasizlar. Mana o'rtoqlar, вывести успех, ya'ni bizani pullarimiz hamyonimizga yetib kelganligi haqida saytning o'zi ham SMS yubordi o'rtoqlar. Biz hozir hamyonimizni tekshirib olamiz. Men hozir Bitget hamyonimga chiqargandim. Hamyonimga kirib olaman. Bir marta yangilayman. Xo'p, mana o'rtoqlar, $2.40 chiqargandik. Hech qanaqa komissiyasiz Bitget hamyonimizga yetib keldi o'rtoqlar. Sayt hozirda 100% pul to'lab kelmoqda. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, yanada ham to'liqroq ma'lumotlarni o'rtoqlar hammasini men Special Money Telegram kanalimga va Smart Telegram kanalimga yuklab bormoqdaman. Bemalol o'tib tanishib olishlaring mumkin bo'ladi. Sayt silkasi Telegram kanalida bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosi yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yishni unutmang.